для нас возможность показать на сцене культуру нашего народа и, конечно же, увидеть своими глазами, окунуться в эту атмосферу содружества народов. Тимур Юсупов bu festivalda ikinci taqdir qatnaşabız deyil. Biz bik şatlanıp keldik bu bayramga o'zimizdan yig'larni, biylarni ko'rsatib qurayda o'ynab boshqa quraydi. Sanitariya-epidemiologik vaziyatni hisobga olib konsert tomoshachilarsiz o'tdi. Lekin respublikamizda yashovchi ko'p millatli xalqlarimizning shirishin bizning kanalda qarab o'tdi. Shunday bu internet shirkatlarida da translyatsiyalandi. Bizning endi zo'r festival mana bu endi yil davomida bordi. Biz ko'pdan tadbirkorlardan itoqlarni uzdirdik. Shunga ko'ra shunday motor gala konsert bilan biz anda bir yilga endi nuqta qo'yishni bildira olmadik. Tatariston bizning yurtimiz etno-madaniy festivali respublikamizda 2012 yildan beri o'tkaziladi. Bundan 5 yil ilgari u xalqlar birdamligi kunina ko'chirildi. Людей. Мы включаем наши номера, элементы башкирского танца, конечно же, исполнение народных башкирских песен, такмаков, также и театрализация номера. Фестиваль «Наш дом Татарстан» – один из крупнейших, который объединяет десятки народных коллективов Татарстана.